Yomon katta baliq sakradi orqada. Farel bor yoki yo'qligini mana shu SOS bor, shu SOSdan bilsak bo'ladi mana. Hech qanaqa atrofda uy bo'lmasligi kerak. Faqat tabiat bo'lishi kerak bo'ldi. Baliq birinchi farel ushlandi. Amerikada farellar juda ham har xil turlari bor. Rainbow trout deyiladi ingliz tilida bunisi. Hoppa. İkinci farelimiz ham bor. Ham ehtiyot bo'lib. Hoppa. Qaranglar, qanaqa chiroyli baliq. Uchiga ilinibdi. Bilam uchiga. Juda chiroyli baliq. Bizga bugun ikkita farel yetadi. Orttirib endi pishirib yeymiz. Agar pishirib yemoqchi bo'lgan videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, like, kommentariyada yozib yuboringlar. Buni ham video qilishga harakat qilaman, xo'plasa. Charchamanglar.